Төвәндә 2024 yıllık Nobel iqtisad mükafatının sahiplerinden Daron Ajam oğlu bilen James Robinson'ның dünyavi məşhur əsəri Dövlətlə, yəni millətlə nemişqə halak boludu deyə kitabıdan davamlıq anlatış. 7. bab 4. paragraf Sanaat inqilabı. Sanaat inqilabı Angliya iqtisadının hər qaysı sahələrində özünün gücünü namayan qıldı. Qatnaş transportda, metallurgiyada və park gücü cəhətdə gayet zor ilgirləşlər oldu. Biroq yenilik ən gavdlik namayanda bolğan sahə toqumçılıq işləp çıxarışının mexanikləşişi və bu toqulma rəxtlərini türkümləb işləp çıxardığan zavodlarning taraqqiyoti bo'ldi. Bu dinamik, ya'ni harakatchan jarayon sharafli inqilobdan keyin paydo bo'lgan muassasalardagi o'zgarish sababidan jo'sh urgan edi. Bu noqul holda 1640-yilda qo'lga keltirgan davlat ichidagi monopoliyaning amaldan qoldirilishi yoki o'xshamagan baj yoki g'azinaga erishishlar emas edi. Bu texmi bexatar ham önümlük bo'lgan mulk huquqi asosidagi yangidan paydo bo'layotgan kashfiyotchilar va egilik tiklaguvchilarga foydali bo'lgan iqtisodiy muassasalarning tubdan qayta tashkillanishi haqida edi. Mulk huquqining bexatarligi va unumdorligi haqidagi yaxshilanishlar qatnaş transport inqilabının barlıq kelişide yadroluk rol oynagan bolup, sanaat inqilabıga yol açqan. Kanallar və taş yolları məbləğ seliş 1688 yılıdan keyin gayet zor köləmdə aşqan. Bu türlərə silingan məbləğlər qatnaş transportның tənərqini tövəlletib, sanaat inqilabının barlıq kelişideki muhim aldınqı şərtinin hazırlanışıga yardımda bolğan. 1688 yıldan burun bu xil asosiy muassasalarga silingan mablag'lar Stuart padşahlarının xalagancha to'sqinliqlarga uchragan edi. 1688 yildan keyingi o'zgarish Angliyaning Worcestershire Salverpa daryosi masalasida ro'shan gavlandi. 1662 yili parlament Salverpa daryosida kema qatnashga mablag' silishni rag'batlantiradigan qonunni ma'qullagan bo'lib, Baldwin jamoati bu turi uchun 6000 fond sterling mablag' solgan. Buning haqqi uchun ular daryoda kazmoqchi bo'lganlardan haq elish huquqiga erishgan. 1693 parlament daryoda kazganlardan haq elish huquqini Shrewsbury grafligi bilan Lord Coventry'ga o'tkazib berdigan qonunni ma'qulladi. Bu qonunga Sir Timothy Baldwin qarshi chiqdi. O parlament iltimos sunib, bu qonunning ayni chaqda daryoda kazganlardan haq elish maqsadida mablag' solgan dadasining haqqiga tajovuz qilish bo'ladiganligini shikoyat qildi. Baldwin bu qonunning ilgari tuzilgan qonunni amaldan qoldirib, ayni chaqda bu turga selingan dasmini zoya qiladiganligini o'ttirib qo'ydi. Mushuningga o'xshash haq huquqlarni qayta taqsimlash ishlarini Stuart padşahlari qilishib kelgan edi. Baldwin parlamentning qonuniga binoan setib ilingan huquqni hech kimning setib olg'uchining ma'qullug'isiz uningdan tartib elib olishning oqibati xatarlik bo'ladi deb eskartdi. Natijada yangi qonun mag'lub bo'lib, Baldwin jamoatining huquqi qo'g'dab qilindi. 1688 yildan keyin mulk huquqi nisbatan bexatar bo'lib, bu ham parlamentning manfaatiga uyg'un, ham qisman jihatdan olganda ko'p xillikni yoqlaydigan muassasalarning kishilar sungan iltimos va shikoyatlarga qarta ta'siriga uchraganligidan bo'lgan edi. 1688 yildan keyin biz siyosiy tuzumning texnik ko'p xillikka ega bo'lib, Angliyada nisbatan adil bo'lgan muhitni barpo qilganligini ko'ramiz. Qatnaş transport inqilabının barlıq gelişi hem 18. asırda yüz bergen yerinin qayta taqsimlanish hareketi parlament tarafından çıkarılgan
xususiy mulkka bo'lgan igdorchilikning xarakterini o'zgartirgan qonunlarning ijro qilinganligidan kelgan edi. 1688 yilgacha Angliyada uningdagi barliq zaminning podshohning besati ekanligidek qonunlashib ketgan rivoyat keng tarqalib kelgan bo'lib, u feodallik jamiyat qurilmasidan qolgan bevosita meros edi. Nurg'un yer zamin, har xil shakldagi qadimiy mulk huquqi va nurg'un haq talablar sababidan palach holatda qoldirilib qo'yilgan edi. Yana nurg'un yer zimindorlar tarafidan ijara berilmaydigan yoki setilmaydigan yo'sinda bo'lib, faqat jamoatga o'rtaq yer ziminlarla an'anaviy yo'sinda ishlatilgan edi. Demak, yer ziminni iqtisodiy jihatda eng unumli shaklda ishlatishga qarshi nurg'un to'sqinliklar bor edi. Parlament bu xil ahvolni fuqarolarning parlamentga iltimos sunish shakli orqali o'zgartirishga, ya'ni bu orqali mulk huquqini oddiylashtirish va qayta taqsimlashni parlament ma'qullagan necha yuzlagan qonunlarda gavlandirishga o'tdi. Iqtisodiy muassasalarni bu xil shaklda qayta tashkillash, davlat ishida to'qimchilik ishlab chiqarishni import mollaridan qo'g'dash jihatdagi maqsadning paydo bo'lishida ifodalandi. Hayron qolmaydigani shuki, parlament a'zolari va ularning tabiiligidagi fuqarolar monopoliyaning hammasiga va bozorga kirishga to'sqinlik qilgan omillarga tubdan qarshi turib ketmadi. Ularning bozordagi faoliyatini kuchaytirgan va ularga foyda yetkazadigan omillari olqishlandi. Lekin muhim bo'lgani ko'p xillikni yaqinlaydigan siyosiy muassasalarning bo'lganligi, parlamentning jamiyatning har qaysi sohalardagi kishilarning ovoziga quloq soladigan, ularni kuchlantiradigan ham vakillik qiladigan bo'lganligi bo'lib, bu deganlik bozorga kirishga to'sqinlik qiladigan omillarning boshqa sanoatchilarni va yoki boshqa yangidan safga qo'shiladiganlarni xuddi Vizantiyadagi Sirratidek butunlay chatga qoqmaslikdan derak beradi. Kuchlik ta'sirga ega yo'g'on to'qimchilik ishlab chiqarish sohasi bu nuqtani uzunga qolmay to'nib yetishdi. 1688 yili Angliyaga import qilingan muhim tovarlarning ba'zilari Hindistondan kirgizilgan raxtlar, xam ham nepiz paxta raxtlar bo'lib, bular barliq raxt importining 4/1 tashkil qilgan edi. Xitoy mamlakatidan import qilingan yipaklarning muhim o'rin tutadi. 1688 yildan burun xam va yipak raxtlarni Osiyo bilan savdo qilish monopoliyasiga erishgan Iroq Hindiston shirkati import qilgan edi. Biroq bu shirkatning monopoliya huquqi va siyosiy kuchi uning podshoh James II'ga zo'r miqdorda pora berishi orqali davomlashgan edi. 1688 yildan keyin shirkatning o'rni ojizlab uzun qolmayli hujumga uchradi. Bu Iroq sharqda va Hindistonda savdo qilish orzusidagi savdogarlarning parlamentga iltimos sunishi, parlamentning Iroq sharq Hindiston shirkati bilan raqobatlashish, ya'ni o'zlarining raqobatlashiga yo'l qo'yishni talab qilishda jiddiy shaklda elib borgan kurashlari shaklida ifodalandi. Buningga nisbatan Sharqiy Hindiston shirkati qaytarim iltimos qildi va hatto parlamentga pul qarz berib turadiganligini o'tirib qo'ydi. Oxirida Sharqiy Hindiston shirkati mag'lub bo'ldi va uning bilan raqobatlashadigan yangi bir Sharqiy Hindiston shirkati qurildi. Lekin raxt ishlab chiqaruvchilar Hindiston bilan savdo qilishda faqat raqobatlashishni ko'zlamagan edi. Ular import qilingan arzon baholiq Hindiston ham raxtlaridan boj ilishni va hatto uni import qilishni cheklashni talab qilishdi. Bu ishlab chiqaruvchilar Hindistondan import qilingan arzon tovarlardan kuchli raqobatga duch kelishgan edi. Shu mazgilda davlat ichidagi muhim ishlab chiqarilgan tovar yo'ng raxtlar bo'lib, lekin paxta raxtlarini ishlab chiqaruvchilarning paydo bo'lishi va kuchayishi bilan ular iqtisodiy jihatda muhim, siyosiy jihatda kuchli bo'lg'ili turgan edi. Yung sanoati 1660-yillarda o'zini qo'g'dashga uringan bo'lib, u isrofchilikqa qarshi turish qonunini himoya qilgan va nurg'un narsalarning qatorida kishilarning yenik raxtlarni kiyishini cheklagan. U yana parlamentga yo'l minib 1666 va 1678 yillari qonun ma'qul etib, o'lganlarning meyitining yungdan boshqa narsalar bilan kepanlashni qonunsiz qilgan. Bu tadbirlar yung tovarlarining bozorini qo'g'dab, angliyalik fabrika xo'jayinlariga Osiyodan keladigan raqobatni ojizlashtirgan. Shundaq bo'lishiga qaramay, bu mazgillarda Sharqiy Hindiston shirkati kuchli bo'lgani uchun Osiyodan import qilingan raxtlarni cheklanmagan. 1688 yilidan keyin havo rayi o'zgargan.
1696 yılı bilan 1698 yılı aralığında Sharqiy Angliya va G'arbiy aymoqlardagi yung ishlab chiqaruvchilar London, Canterbury ham Sham diyori shirkatlari bilan birlashib importni cheklagan. Sham diyoridagi ipak import qiluvchilar garchi ular texi yaqinda o'zlarining monopoliya huquqini yo'qotib qo'yishgan bo'lsa-mu, ammo yana Osmon imperiyasining kirgizilgan ipaklarga afzallik yaratish uchun Osiyoning ipaklarini cheklamaslik niyatida bo'lishgan. Bu birlik sab Angliyaliklarning Osiyodan keladigan paxta va ipaklarni kiyishini cheklaydigan loyihalarni parlamentga sungan va hamda Osiyodan kirgizilgan narxlarni Angliyada bo'yash ham besib chiqarishni cheklash urinishda ham bo'lishgan. Buningga nisbatan 1701 yili parlament oxiri nomrodlarni unumli holda ishga o'rinlashtiradigan ham podshohlik tavasida ishlab chiqarishga rag'bat beradigan qonunni ma'qullagan. 1701 yili sentabrdan boshlab deb jakalangan bu qonunda Persiya, Xitoy yoki Sharqiy Hindistondan kirgizilgan barliq ipaklar va narsalar va hatto ipak yoki xamlar bilan aralashgan narsalar hamda shu yerlarda bo'yalgan, besib chiqarilgan, qisqasi podshohlik import orqali kirgizilgan narsalarning hech qaysisini kiyishga bo'lmaydi. Shuning bilan Osiyoning ipaklari va xam raxtlaridan bitgan kiyimlarni Angliyada kiyish qonunsiz qilingan. Lekin shundaqdimi ularni Yevropaga va boshqa yerlarga bo'libmi Amerika qit'asidagi mustamlika rayonlarga eksport qilish uchun import qilish mumkin bo'lgan. Bo'libmi oddiy xamlarni import qilib Angliyada kiyim ishlab chiqarish mumkin bo'lgan bo'lib, mata raxtlar bu cheklimidan amon qolgan. Uzun mezgillik kurashdan keyin milliy yung fabrika egillari yo'choq deb qaragan bu ishga 1721 yili ma'qullangan xam raxt qonuni xotimi bergan bo'lib, uningda bundaq deyilgan. 1722 yili 25 dekabrdan boshlab kim bo'lishidan qat'iy nazar hech kimning Buyuk Britaniyada rang berilgan, bo'yalgan yoki besib chiqarilgan xamlardan tikilgan kiyimlarni kiyishi qonunli hisoblanmaydi. Gerçi bu qonun Angliyaning yung sanoatiga Osiyodan keladigan raqobatni yo'qotib tashlagan bo'lsa-mu, ammo u yanada milliy paxta va lilan sanoatining yung sanoatiga bo'lgan raqobatiga ta'sir qilmagan. Paxta bilan kandirni biriktirib fastiyan degan hammaning qarshi elishiga erishgan raxtni to'qib chiqqan. Osiyodan keladigan raqobatni yo'qotgandan keyin yung sanoati hamda Böz, yani mata raxtlarga ko'zini tikdi. Bu raxtlar asosligi Shotlandiya bilan Irlandiyada ishlab chiqarilgan bo'lib, bu Ingliz ittifoqdoshlariga u yerlarda ishlangan bu raxtlarning Angliyaning bozoriga kirmasligini talab qilishiga sabab bo'ldi. Lekin yung ishlab chiqaruvchilarning huquqining cheki bor edi. Ularning bu yangi urinishlari Manchester, Lancaster va Liverpooldagi yangidan jo'sh urib rivojlanayotgan sanoat markazlaridagi fastiyan ishlab chiqaruvchilarning qattiq qarshiligiga duch keldi. Köp xillikni yaqlaydigan siyosiy muassasalarning bildirdigini, har xil o'xshamagan guruhlarning saylamda belat tashlash texmi muhimi iltimos sunish usuli orqali parlamentning siyosat belgilash jarayoniga qatnashishi. Gerçi iltimoslar har ikki tarafning qalamlarini ishq selish orqali yomg'irdak yig'ib, ularning mavqesini qo'llaydigan yoki qarshi turganlarning imzosini to'plash natijasi kelib chiqqan bo'lsa-mu, bu to'qinishning oqibati yung sanoatiga qarshi paydo bo'lgan yeni manfaat guruhining g'alabasi bilan oyoqlashdi. 1736 yili ma'qullangan Manchester qonuni o'tgan necha yil ichida mata raxt va paxta yungdan ishlab chiqarilgan zo'r hajmdagi raxtlarning Buyuk Britaniya podshohligida to'qilib, bo'yilib besilganligini muayyanlashtirdi. Bu qonun yana bir qadam cho'nqurlab 1721 yili ma'qullangan qonunda Buyuk Britaniya podshohligida ishlab chiqarilgan va har xil ranglar bilan bo'yalgan bo'z raxt va yung raxtdan bitgan narsalarning kiyilishi va hatto uy jihozlari ham uy jabduqlarining ishlatilishini cheklaydigan tushunchalarning hech qaysining bo'lmaganligini sharhladi. Yangidan ko'tarilayotgan paxta raxt ishlab chiqaruvchilarga nisbatan Manchester qonuni ahamiyatli g'alaba bo'ldi, lekin uning tarixiy va iqtisodiy ahamiyati amaliyotda texmi yuksak bo'ldi. Oldi bilan Angliya parlamentidan iborat ko'p xillikni yaqinlaydigan siyosiy muassasalarning boshqalarning bozorga qatnashishiga to'sqin bo'lishiga yo'l qo'yishning cheki borligini ko'rsatdi. Ondan qolsa, keyingi yarım asrda paxta ishlab chiqarish jihatda barliq kelgan yangiliklar sanoat inqilobida hal qilg'uch rol o'ynab va zavod tuzumini barpo qilish orqali butun jamiyatni tubdan o'zgartdi.
1688 yildan keyin garchi davlat ichida nisbatan adil bo'lgan muhit yaratilgan bo'lsa-mu, xalqaro sahnada parlament uni buzishga tirishdi. Buni Hamraht qonunidan ko'rib qolmay yana 1651 yilda ma'qullangan Kezish qonunidan belgili bo'ldi. Bular o'zaro navbatlashib, keyingi 2 asr vaqt o'zining kuchini ko'rsatdi. Bu qonunlarning maqsadi Angliyaning xalqaro sodni monopol qilishini ilgari surish bo'lib, garchi bu davlatning emas xususiy sohalarning monopol qilishi orqali bo'lgan bo'lsa-mu. Uning asosli prinsipi inglizlarning sodisining Angliyaning parxodlari orqali elib berilishi edi. Chet elning parxodlarining Yevropaning sirtidan Angliyaga yoki uning mustamlika rayonlariga mal to'shishi hamda o'xshashla 3-bir davlat parxodlarining Yevropadagi har qanday davlatdan Angliyaga mal to'shishini qonunsiz qilish bo'ldi. İngliz savdogarlarga va yasovchilarga yaratib berilgan bu afzallik shaksizki, ularning foydasini oshirib, ularning bu yangi hamda to'liq manfaatli faoliyatlarda texnik ko'p yangiliklarni yaratishiga rag'bat bergan bo'lishi mumkin. 1760 yilga kelganda, yuqoridagi omillarning birlashma ta'sirining natijasida mulk huquqining kuchaytirilishi va yangilanishi, asosiy muassasalarning yaxshilanishi, isloh qilingan moliya tuzumi, pul kapitaliga erishish, savdogarlar bilan yashash sanoatidagilarni kuchli qo'g'dash qatorliq omillarning birlashma ta'siri unum hosil qilishga boshladi. Shu yildan keyin patentga erishgan kashfiyotlarning soni eshish bo'ldi. Shuning bilan sanoat inqilobining yuragida texnik o'zgarishlar gullab yashashga va namoyon bo'lishga boshladi. Yangilik yaratishlarning nurg'un sohalarda yuz berishi muassala muhitning yaxshilanganligini aks ettiradi. Bir muhim halqiliq soha kuch bo'lib, par motorini ishlatishga qarab yuzlanish James Wattning 1760-yillardagi iddiyasining natijasi edi. James Wattning dastlabki bo'sh hosil qilishi par uchun ayrim zishli qazniqini to'nishtirish bo'lib, bu orqali porishni saqlaydigan silindrni dam isitib, dam sovutishning o'rniga uni doim qiziq tutadi. Buning ulapli u yana par motorining harakatini qulayli kuchga aylantirib, xuddi quyosh va planetlarning sistemasiga o'xshaydigan unumli usulni o'z ichiga olgan nurg'un ideyalarni taraq qildirdi. Bu sohadagi texnik yangiliklarning hammasi boshqalarning ilgirki ideyalari asosida taraq qildirilib barliq kelgan edi. Masalan, par mashinasini misol olsaqmi, u ingliz kashfiyotchi Thomas Newcomen'ning va fransuz kashfiyotchi ham fizika olimi Dionysius Papinning dastlabki izlanishlari asosida taraqqiy qildirilgan. Papinning kashfiyot hikoyasi talon-taroj xarakterlik muassasalar ostida ijodiy vayronchilik tahdidining qandaqsiga texniklik o'zgarishni to'sqanligiga yana bir misol bo'la oladi. Papin 1679-yili par shumirgichning loyihasini barliq keltirgan bo'lib, 1690-yili u buni porshinliq motorga o'zgartgan. 1705-yili u bu ibtidoiy motorni ishlatib dunyodagi tunji par kemisini yasab chiqqan. Papin bu vaqtda Germaniya o'lkasi bo'lgan Kasseldagi Marburg universitetining matematika professori edi. U par kemisini Folda daryosining tövenidan Weser daryosiga haydab berishni qaror qilgan. Bu liniyada uzadigan har qanday qiyiq Mondin shahrida to'xtashga majbur edi. Shu chaqlarda Folda daryosi bilan Weser daryosiga qiyiq qatnashishni qiyiqchilar birlashmasi monopol qilib olgan edi. O'sha sabab tufaylidan ma'lum ovorchilik uchrashishni Papin cho'qim sezgan bo'lishi mumkin. Shuning bilan uning do'sti va yetakchisi danliq nemis fizika olimi Gottfried Leibniz Kassel shtatining boshlig'i xatizi Papinning daxli tarosiz holda Kasseldan o'tishni iltimos qildi. Lekin Leibnizning iltimosi rad qilindi. Va u maslahatchilar yuqoridagi iltimosni tasdiqlash masalasida egri to'sqinliklarga duch kelgani va bularning sababini tushuntirmaganligi uchun mening sizga ularning qarorini yetkazib qo'yishimni, ya'ni sizning iltimosingizning maslahatchilar tomonidan tasdiqlanmaganligini yetkazib qo'yishimni uqtirdi degan mazmunda kaskin javob oldi. Bundan xabar topgan Papin safarini davomlashtirishni qaror qildi. Uning qiyiqi Mondinga yetib kelganda qiyiqchilar birlashmasi avval yerlik sotchining bu qiyiqni to'xtatishi kuchaydi va mag'lub bo'ldi. Shuning bilan qiyiqchilar Papinning qiyiqiga zo'rlik bilan chiqib uni buzib tashlaydi va par motorni parcha-parcha qilib o'tadi. Papin qalandarga aylanib qoldi va nomsiz bir qabrga ko'mildi. Papin Teodorning yoki Stuartning Angliyasida yashagan bo'lsa-mu, shunday bir taqdirga duchor bo'lgan bo'ladi. Lekin bularning hammasi 1688-yildan keyin tubdan o'zgardi. Papinning qiyiqi pachaqlanib tashlanishdan burun u bu qiyiqni haydab Londonga berishni niyat qilgan ekan.
Kenneykroth 1780-yillarda tömürning sap bo'lmaslik masalasini hal qilib, texmi yuqori sifatli tömür ishlab chiqaradigan yangi texnikani to'nishtirish bilan metallurgiya sohasiga muhim to'p qo'shdi. Bu texnika mashina zapchastlarining, mix va asboblarning ishlab chiqarishida intayin muhim rol o'ynadi. Kortning texnikasidan foydalanib ko'p miqdorda tömürni tavlash 1709-yili Abraham Darby va uning o'g'lining kömürdən foydalanib tömür tavlash texnikasi asosida yana bir qadam ilgirlashga erishgan. Bu jarayon 1762-yili John Smithning suv kuchidan foydalanib silindrni puvlaydigan texnikani qo'llanishi bilan texmo yuqori pallaga ko'tarilgan. Shuningdan keyin o'tin bilan tömür tavlash amaldan qilib, uning o'rniga ko'mir almashgan. Ham bu usul ham arzon, ham oson bo'lgan. Gerçi yangilikning barliqqa kelishi jug'lanma shaklda bo'lsa-mu, 18-asrning o'rtalarida texniklik yangilik yaratish tizlashgan. Bu xil taraqqiyot oldi bilan raxt to'qish sohasi gavdalik bo'lgan. Raxt to'qishdagi eng asosli mashg'ulot o'simlik yoki hayvonot talalarni, ya'ni paxta yoki yunglarni egirib aralashtirib, yip ishlab chiqarish jarayoni edi. Bu yiplardan raxtlar to'qilatdi. O'rta asrdagi buyuk texnikalik yangiliklarning biri yip egirish choqi bo'lib, bu qo'l bilan egirishning o'rnini olgan edi. Bu kashfiyot 1280-yillar atrofida Yevropada paydo bo'lgan bo'lib, balkim u O'rta Sharqdan tarqalgan bo'lishi mumkin. Yip egirishning usuli toki 18-asrga kelguncha o'zgarmadi. Louis Paul egirayotgan talalarni qo'l bilan mashg'ulot ilib berishning o'rniga g'altak orqali bajarishning yangi usuliga patent olgan. 1738-yildan keyin ko'rinarli darajada yangiliklar yaratilishga boshladi, lekin mashina toza degandek ishlab ketmadi. Ammo yip egirish texnikasida g'oyat zo'r yangilik yaratgan Richard Arkwright bilan James Hargreavesning kashfiyotlari bo'ldi. 1769-yil sanoat inqilobining nopozliq shaxslaridan biri bo'lgan Arkwright o'zining suv jihozisiga patent olgan bo'lib, bu texnika Lewisnikiga qaraganda ko'p ilg'or edi. U Jedediah Strat va Samuel Neat qatorli to'qimchilik fabrika xo'jayinlari bilan hamkorlik o'rnatdi. 1771-yili ular Cranfordda dunyodagi zavodlarning tunjisini qurib chiqdi. Yangi mashinalar suv bilan qo'zg'atilgan bo'lib, keyincha Arkwright uning xalqiliq o'zgartirish kirgizib, par kuchi bilan mangadigan qilib o'zgartdi. 1774-yili uning shirkati 600 nafar ishchini xizmatga oldi va tezlik bilan kengaydi va oxirida Manchester, Matlock, Bath va Shotlandiyadagi New Lanarkda zavodlarni qurib chiqdi. Arkwrightning yangiliklari Hargreaves 1764-yili kashf qilgan raxt to'qish mashinasi bilan mukammallashdi. Buni 1779-yili Samuel Crompton texnik taraqqiy qildirdi va keyincha Richard Robert uni avtomatik raxt to'qish mashinasiga aylantirdi. Bu yangiliklarning ta'siri haqiqatan inqilobiy, ya'ni asr va davr bo'lgich bo'ldi. Shu asrning beshida 45 kilogramm paxtni qo'l bilan egirishga 50 ming soat vaqt ketgan bo'lsa, Arkwrightning suv jihozisi uni 300 soatda, avtomatik raxt to'qish mashinasi bo'lsa 135 soatda tamomlay oldi. Yip egirishning mexaniklashishi bilan to'qishning mexaniklashishi birga yuz berdi. Bir muhim qadam 1733-yili John Kayning uchar urchuqni ijod qilishi bilan elindi. Buning bilan dastlabida qo'l to'qimchiligining unumdorligi oshgan bo'lsa-mu, uning uzun mezgillik ta'siri dal to'qishning mexaniklashishiga yo'l ochdi bo'ldi. Uchar urchuq asosida Edmund Cartwright 1785-yili mexaniklik to'qish mashinasini yasab chiqdi va shuning bilan qo'l bilan to'qishning va egirishning o'rnini mashina oladigan bir yurish yangiliklarning tunji qadamini boshlab berdi. Angliya to'qimchilik sanoat inqilobining keyindagi xalqlik kuch bo'lib qolmasdan balki yana u dunyo iqtisodining qiyofini yangiladi. Paxta to'qimchiligini asos qilgan Angliya eksport miqdori 1780-yil bilan 1800-yilning oralig'ida bir qatladi. Bu sohadagi yuksalish butun iqtisodni so'rab mangdi. Texniklik kashfiyotlar va boshqarish jihatidagi ijodiylik dunyo iqtisodini beyitgan iqtisodiy ilgirlashning modeli bo'ldi. Bu o'zgarishlarning maydonga kelishida yangi ideyalarga ega bo'lgan yangi kishilar xalqlik rol o'ynadi. Qatnash transportidagi yangiliklarni nazar silib boqayli oldi bilan. Angliyada bu jihatdagi yangiliklarning bir necha to'lqini avval kanallarda, ondan tosh yo'llarda va oxirida temir yo'llarda ko'rildi. Bu har bir to'lqinni barliq keltirgan kashfiyotchilar yangi kishilar edi. Kanallar 1770-yildan
keyin Angliyada taraqqiy qilishga boshlagan bo'lib, 1810-yilga kelganda ular muhim ishlab chiqarish bazalarining ko'pinchisini bir-biriga tutashtirib bo'lishdi. Sanoat inqilobining portlashiga ergishib, kanallar yangidan ishlab chiqarilgan top sanoat tovarlari, yana paxta to'qimachilik mahsulotlarini va ularni ishlab chiqarish uchun keladigan xom ashyolarni hamda par mashinasi uchun sarf qilingan ko'mirlarni yo'tkashning qatnash tannarxini g'oyat zo'r miqdorda azaytdi. Kanallarni qurib chiqishda, qezib chiqishda rol o'ynagan dastlabki kashfiyotchilardan James Bradley Bridgewater valiyligi tarafidan Bridgewater kanalini qurib chiqish uchun xizmatga ilingan bo'lib, u muhim sanoat shahri bo'lgan Manchesterni port shahri bo'lgan Liverpoolga tutashtirdi. Bradley Dershayrening sahrasida tug'ilgan bo'lib, uskunlarni qurashtiradigan kasbiy texnik edi. U injenerlik masalasida ijodiy usullarni tepishga moyil ekanligi bilan valiyning diqqatini qo'zg'agan edi. Bradley ilgari qatnash transport ishlari bilan abilish baxmagan bo'lib, kanal ishlari jihatda buyuk injenerlarga aylangan Thomas Telfordmi asli hayotni tashchilikdan boshlagan. John Smeaton bo'lsa asbob yasovchi ham injener edi. Xuddi kanal qizish jihatda buyuk injenerlarga aylangan yuqoridagi kishilarning ilgari transport bilan hech bir aloqasi bo'lmaganidek, tash yo'l va temir yo'l sohasidagi donliq injenerlarning ilgari qatnash transport bilan hech bir aloqasi bo'lmagan. 1816-yilda tarmoqni, ya'ni siyliq tash yo'lni ijod qilgan John McAdam bir kichik oqsumakning ikkinchi o'g'li edi. Tunji parovozni Richard Chevchik 1804-yil yasagan bo'lib, uning dadasi Cornwallda ko'mir qizish bilan shug'ullangan. Shu sababdan Richard kichik turibda bu sohaga kirgan bo'lib, ko'mirlarni qezib sirtib etayotgan par motorlarga hayrona has qolgan. Hammadan ahamiyatli bo'lgan kashfiyot ota-onasi havosiz bo'lgan John Stephenson ijod qilgan Rakta nomli mashhur poyezd bo'lib, u bu ko'mir konda injenerlik bilan ishga tushgan edi. Yangi kishilar iqtisodning muhim umurtqisiga aylangan paxta to'qimachilik sanoatini texnik rivojlantirdi. Bu yangi kasbning ba'zi boshlamchilari ilgari yung kiyimlarni ishlab chiqarish va setish bilan shug'ullangan kishilardan edi. Masalan, John Foster 1835-yili Qaradayik zavodini qurib, paxta bilan hafil ishga boshlagan vaqtda yungchilik sanoatida qo'l to'qimachilik bilan shug'ullangan 700 ishchini ishlatayotgan edi. Lekin Fosterga o'xshash kishilar osonlik edi. Shu vaqtda oldida mangan sanoatchilarning faqat 5dan 1 qismila ilgari ishlab chiqarish faoliyati bilan shug'ullangan edi. Buning hayron qolg'uchiligi yo'q albatta. Chunki paxta sanoati Angliyaning shimolidagi yangi bozorlarda taraqqi qilgan bo'lib, zavod shakli ishlab chiqarishni tashkillashning butunlay yangicha bir usuli edi. Yungchilik sanoati boshqa shaklda tashkillanib elib berilgan edi. Xom materiallar aholilardagi shaxslarga tarqatilib beriladi. Ular bularni egirib o'z oldiga qo'l bilan to'qishini qiladi. Yungchilik sanoatidagi nurg'un kishilarning paxtaraq to'qishga o'tishiga Fosterdak imkoniyat yo'q edi. Yangi kelguvchilarning yangi texnikalarni taraqqiy qildirishi va ishlatishiga ko'p hojat bor edi. Paxtaning tez sur'atda keng ishlatilishi yungchilik kasbini o'ltirib tashladi. Mana bu ijodiy vayronchilikning amaliyot ifodalanishidir. Ijodiy vayronchilik oddiy holda kirim va boylikni qayta taqsim qilib qolmay, siyosiy huquqni qayta taqsimlaydi. William Lee hukumat doiralarining o'zining kashfiyotiniga so'q muomala qilganining sababini ularning yangi kashfiyot ilib kelgan siyosiy oqibatdan qo'rqqanligidan bo'lganligini keyin to'nib ketdi. Sanoat asosiga iqtisodning Manchester va Birminghamda kengayishi bilan yangi zavod xo'jayinlari va shu mazgillarda shakllangan o'tir qatlam aholi o'zlarining siyosiy huquqlarining bo'lmasligi ham hukumatning ularning manfaatiga ziyonli siyosatlariga qarshi turishga boshladi. Ularning bosh kozeri ochliq qonuni bo'lib, uningda agar ochliqning bahasi bak tuvan bo'lsa, barliq ochliqni import qilish shakllanadi. Shu orqali cho'ng yer egillarining foyda olishiga kafolatlik qilinadi. Bu siyosat bug'doy teriydigan cho'ng yer egillariga foydali bo'lgani bilan ishlab chiqarish bilan shug'ullangan sanoat ishlab chiqaruvchilarga foydasi edi. Chunki ular ochliqning yuqori bahasi sababidan ishchilarga yuqori ish haqi berishga majbur bo'ladi. Ishchilarning yangi zavodlar va sanoat markazlashiga to'planishiga ergishib, tashkillanishi va isyon qo'zg'ishi o'ngaylashdi. 1820-yillarga kelganda yangi zavod xo'jayinlarini va ishlab chiqarish markazlarini siyosiy jihatdan chetga qayirib qo'yish mumkin bo'lmay qoldi. 1819-yil 16-avgustda Manchesterning Avliyo Peter makoni degan yerda mavjud siyosiy tuzumga va hukumatning yo'l qo'yayotgan siyosatlarga qarshi namoyish olib berildi. Namoyishni tashkillovchilar Joseph Johnson ismli yerlik cho'tki ishlab chiqaruvchi
hamda radikal gezit Manchester kuzatchisining nashr qiluvchisining biri edi. Boshqa tashkillovchilar paxta mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi ham islohotchi John Knight va Manchester kuzatchisi gezitining tahriri John Saxton qatorli kishilar edi. Shu kuni qo'llarga ochliq qonuni qoldirilsin, amaldan qoldirilsin, umumiy saylam elib berilsin, mening belkim hisoblansin qatorli lozunglarni ko'tarib olgan 60 ming namoyishchi maydonga yig'ildi. Hukumat doiralari bu namoyishdan aloqazada bo'lishdi va 15-atliq qismdan 600 kishilik qo'shin tashkilladi. Namoyish nutqi boshlanish bilan yerlik sud nutq so'zlovchilarni qo'l qilish qarorini berdi. Saqchilar buyruqni ijro qilishga uringanda namoyishchilarning qarshilik urushi keldi va shuning bilan urush boshlandi. Dal shu paytda atliq qo'shin namoyishchilarga o'q chiqardi. Bir necha minut shiddatli qalamqonchilik ichida 11 kishi hayotidan ayrilib, 600 kishi yaralandi. Manchester kuzatchisi geziti bu voqeani Peterloo qatliami deb atadi. Biroq iqtisodiy va siyosiy muassasalarda yuz berishga boshlagan o'zgarishlarni chiqishilganda, Angliyada uzunga so'zilgan bostirishni yo'l qo'yish masalasini hal qila olmaydi. Peterloo qatliami ayrim bir hodisa sifatida qoldi. Bu to'plamdan keyin bo'libmi 1830-yildan keyin ayni chaqda, ya'ni 1789-yilda Fransuz inqilobida yemirilgan mutlaqchilikni terildirish g'arazida bo'lgan Podshoh Charles X'ga qarshi Fransiyada ilib berilgan inqilobdan keyin Angliyadagi siyosiy muassasalar besimga va keng ko'lamli ijtimoiy tinchsizlik paydo qilgan muqimsizlik tahdidiga tez chiqishga boshladi. 1832-yilda hukumat tunji qitim islohot qonunini ma'qulladi. U Birmingham, Leeds, Manchester va Sheffieldagi xalqqa siyosiy huquq bergan bo'lib, amlikda saylamga bilet tashlovchilarning ba'zisi kengayib, yasash sanoatlarining manfaati uchun parlament so'zlaydigan vakili bo'lish imkoniyati yaratildi. Siyosiy huquqning bu qadar tez yo'tkalishi hukumatning siyosatlarini yangidan vakili bo'lgan manfaatlar guruhining ko'mchiga cho'qishirilgan yo'nalishga qarab bittardi. 1846-yil ular g'azab nafratga duchor bo'lgan ochliq qonunni amaldan qoldirdi va bu orqali ijodiy vayronchilikning Kremlin emas, balki siyosiy huquqning qayta taqsimlaydiganligini namoyon qildi. Ham siyosiy huquqning qayta taqsimlanishi Kremlning texmi ilgirlagan holda qayta taqsimlanishini keltirib chiqarganligini muhaqqaqlashtirdi. Bu jarayonlarning yuz berishiga yo'l qo'ygani dal Angliya muassasalarining hammani o'z ichiga oladigan xarakterining bo'lganligidandir. Shuning bilan bir chaqlarda ijodiy buzg'unchilikdan qo'rqqanlar va uning manfiy ta'siriga uchraganlar bu xil yuzlanishni hargizmi to'sib qola olmadi albatta.